Varikoz. Varikozdan juda ham ko'p savollar tushgan. Varikoz bor insonlarga sabr tilaymiz. Ayniqsa ayollar juda ham azob chekadilar varikozdan. Yozda mana shunday issiq kunlarda poshnali oyoq kiyimlarni kiya olmaydilar. Nimagaki tomirlar chiqib azob beradi. Uni mana shunday oddiy davosi mana shunaqa xom pomidor. Xom pomidorni olib ikkiga bo'lasiz va ana shu varikoz ustiga, tomirlarni ustiga surtaysiz. 1 minut surtaysiz. Bu o'zidan chiqqan kislota bor, salanin moddasi bor xom pomidorda. Salanin modda pishgan pomidorda qolmaydi. Pishgandan keyin u kislota yo'q bo'ladi. O'sha uchun xom pomidordan chiqqan kislota sizni varikoz kasalligingizga davo bo'la oladi. Buni qanday qilib surtaysiz? Buni varikoz ustiga surtaysiz, 2-3 minut kutasiz. O'ziga shim olgandan keyin yaxshilab tozalab, uni ustiga krem surtab qo'yasiz. Nimagaki odam terisini quritib tashlaydi-da bu kislota. Bu muolajani 10 kun davomida qiling, kuniga 2 mahaldan. Inshaalloh sizni varikoz kasalligingizni yo'q qilishga yordam beradi. U ham sizning organizmingizga ta'sir qilmasa, olma sirkasi bor. Olma sirkasini o'sha paxtaga botirib, varikoz ustiga surtiladi. Uni 20 kun davomida qilinadi olma sirkasi. Bir kunda 3 mahal surtaysiz. 20 kun ichida o'zini rezultatini ko'rsatadi. 1 oy qiling. Olma sirkasi ham juda ham varikoz uchun foydasi bor. Uni ham muolajadan so'ng teringizni ustiga namlantiradigan krem surting обязательно. Nimagaki terini quritib tashlaydi, teri to'kilishiga sabab bo'ladi. Gapingga javob berasanmi degan bratlar ham yozyapti kommentariyada. Alloh shifo bersa hech gap emas. Bir xil insonga yoqadi, birovga yoqmaydi. Inson mijozi har xil bo'ladi. Sizga yoqmasa o'sha narsa allergiya beradi, qilmang shu narsani. Jonlaringiz sog' bo'lsin, akalarimiz. Mana paxtalarni qarang. Mana pashsha qo'yib yuboryapman mana. Qurt yeydi-da bu pashshalar.